Teshik ko'prik 3-do'kondan aloqaga chiqaman. Xo'p, yengilliklarimiz bombalari kelgan. Assalomu alaykum, hurmatli aka-uka baliqchilar va baliq ovlash ashaddiy muxlislari. Charchamabsizlar, tuzimsizlar. Yengilliklar keluvdi, yengilliklarni sizlarga bir ulashib ketadigan maqsadda bir video qilyapman. Xo'p, yengilliklarimizdan Ultra Bait firmasiga tegishli boil pop-uplarimiz kelgan. 20 mm deganlarni ko'plar so'rashuvdi. Tigro, oreh, kril, ananas, myod bularni varyonni bo'ylari 20 mm kelgan. Bulardan tashqari xo'p, Ultra Baitni 10-14 pop-uplari ham kelgan. Hali mahalladan asal, xadavoylari, monster crab kelgan. Xudo xolasa, mana bunaqa daqqa chokalarımizga yengil, baquvvat kvoklarimiz ham kelgan. Rossiyskiy Karpomaniya, xo'p, Karpomaniya, Dunayev firmasiga tegishli priko'rimkalarimiz ham kelgan. Oz miqdorda, endi sekin kirib kelyapti inshaalloh. Xo'p, o'sha aytayotganim Ultra Bait pop-uplari, Ultra Bait boillari. Hamma xilidan o'sha xadavoy razmeridan, katta razmeridan tashqari xadavoy aromatlari bilan kelgan. Xo'p, yengilliklardan qish mavsumiga kerak bo'ladigan garelkalarimiz kelgan. Hali mahalladan tanlab olsanglar bo'ladi bemalol. Xudo xolasa, yana yengilliklarimizda mana bunaqa priko'rimkalarimiz bor edi. Bulardan tugab qoladi. Dabavshin priko'rimkalarimiz. Kelib ko'rib, o'zingizga yoqqan narsani tanlab olib ketsanglar bo'ladi. Har xil variantdagi hamma narsamiz mavjud. Xudo xolasa kelib ko'rib, o'zingizga yoqqan narsani tanlab olib ketsanglar bo'ladi. Do'konimiz 24/7. Kelib ko'rib, o'zingizga yoqqan narsani tanlab ko'rib olib ketsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, mamalaga chuvalchang aparishlarimiz ham mavjud. Hammaga omad, charchamanglar, yaxshilik ko'rishinglar.